olib ketishingiz kerak. Shu tanlar chiqqan uyga olib bormoq uchun bir bolalarga 7 dona olaman. Kattasi yarimda chiqadi, ikkinchi kattasi hisoblasak-mi? Endi yaxshiroq ularga bo'lgan. Yo'q, yaxshiroq bo'lgan. Yaxshiroq bo'ladimi? O'zining choyxonasi. 7 dona. Masalan, Sholqova shahrida bugun dam olish choyxona chiqdik. Bunday tushuntirib beraman. Короче, 11:30 chiqadi, 4:30 chiqadi. Birinchi Qazon tovuqli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga xayrli kun. Yaxshimisizlarmi? Hamma tinchmi? Bugun dam olish. Buxoroliklarni kafesiga borib qozon kebab yeb qaytamiz. Bozorlik qilib. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Moskva oblast, Sholkov rayoni. Uyga ham yetib keldik. Mana shu domning 3-etaji 3 xonali uyga turamiz. Hamma sharoitlar bor. Xudoga shukr. Uyga ham kirib oldik. G'irzinga go'shtidan sho'rvacha solishtirib ketdik. Kechqurunlik. Bu ham pishib qolibdi. Bugun dam olish qilamiz endi. Yaxshida mehnat kamdan degan gap bor. Bozorlik ham qila oldik. 1000 rublga sumkani to'ldirib kelamiz. Ana gruzinka sho'rvamiz ham pishdi. Bir kilo gruzinka go'shtining kilosi 620 rubl. Biz ham pulga 85-90 ming atrofida bo'ladi. So'mga. Endi bu yerga pul topishga nisbatan arzon. O'zimizga endi bir kunga 500 ming pul topish qiyinroq. Oddiy ishchilar. 500 ming bir kunlik o'zimiz pulni ish haqimiz 500 mingga to'g'ri keladi. Bir oyga 15 ming beradi agar biz vaqtda ishlasa. Bo'lmasa 13 million. 15 million beradi biz vaqtda, bo'lmasa 13 million atrofida. Vaqtda bo'lsa chiqadi oylik. 2 martaga beradi. Oyda 15 ga bir, 30 ga bir oylik. Ana gruzinka sho'rvamiz ham tayyor bo'ldi. Endi nima qilish kerak deydi, yeyish kerak deydi. Ertalab bo'lmasa tuxum qaynatyapmiz. Hammalarga xayrli kun tilab qolamiz. Sog' bo'lasizlar.
Sog'likka ko'rishguncha xayr.